Hammaga salomlar, yaxshimisizlar? Men nima topib oldim? Maktab davrimdagi esdaligim ekan. Bu 2007-yilda yozilgan ekan. Biz sinfdoshlarimizning to'ldirgan maktabdagi esdaligi. 96-yilmi? Bu 2007-yilda yozilgan ekan. Taxminan nechinchi sinf bo'lamiz? Kommentariyga yozib ketinglar, kim bilsa. Mana ajoyib eslab hozir ko'rib o'tiribman. Yoshligimiz, beg'uborligimiz vaqtlari. Sizlarda ham mana shunaqa esdaliklar tutilganmi? Sinfdoshlarni nomerlariga telefon qilib ko'rdim. Ayrimlari yozgan ekan. Lekin afsuski telefon nomerlari tarmoqda mavjud emas deb ketdi. Sheralieva Mo'tabar bor ekan. Meni eng yaqin o'rtoqlarimdan biri bo'lgan. Agar meni ko'rib turgan bo'lsa, menga yozsin telefon nomerini. Boshqa uyga ko'chganimizdan keyin nomerlari yo'qolib ketgan edi. Mana o'sha vaqtlarda Jumong seriali bo'lardi, esingizda bo'lsa. Rosa yig'gan ekanman. Telefonlar bo'lmagan. Mana shunaqa gazetalardan kesib olib yopishtirgan ekanmiz.